chiqov bo'lsam bular. Bor ularga qo'shilib o't ye, bor. O't ye, jichcha, o't ye, bor, kish. Bor o't ye. Yo'qlama, jirkima menga, bor o't. Bitta ko'ring yaqinlarimni. Mana shu meni yaqinlarimda. Kumba qarim deganim mana shu bo'ladi, Simba. Peshonani ko'ring. Zot neyman deyapti, lekin juda katta bo'lib ketmayapti. Mana onim endi qorasi mingdan. Hey bobo. Xudo nasib qilsa seshanba kuni yana bir pulimiz yetsa 2-3 top kelib qo'yamiz. Zerikib olyapman yaqinlarim kamayib ketganiga. Roller firmamizda ham ish jadal ketyapti. Gipsa karton qatirish jarayonidan aslo qolmasa. Yerga turmasa, miya ham perib qoladi o'zini. Yeydilarmi qovun? Sizga ham keling, mana aqlakini. Qovun ham yeysizmi hali? Voy. Endi konkretni ichiga o'tib chiqib olasan. Shundan keyin qovunja ketadi normal ekan. To'g'ri ketdimi? Marmalakda, bu marmalak, asal bo'lsa. Eng zo'r qishloq sharoit men uchun hozirgi holat. Ular ishdan keyingi ish, zato madaniy hordiqda eng zo'rini beradigan joy. To'g'rimi, Qoravoy? Endi qo'qiyapman. Tishing bormi seni? Ha, yo'q, bo'ldi, boring, o'tni yo'ring anaqda. Dam olish maskandi eng zo'ri aka, to'g'rimi? Albatta sizga ham bundan zo'r joylar nasib qilsin. Bu yoqqa hozir yana ham zo'r manzaraga bir 20 ta qora qo'chqor yetmayapti. Nasib qilsin avvalo, xudo xolasa. Yokida 4 ta chorniy ankuslarmi. Atak. Relax. Jirkimayman, boshqa qilmay xolasam o'rtaga yotib olaman. Yangi qo'shilgan obunachilarimiz bu yerda nima bo'layotganini balki tushunmasligi mumkin. Ma'lumot o'rnida bo'sh yotgan bespolezniy molxonamizdan mol olgani 40-50 million pul yo'q-ku. Shu 40-50 millionni to'plash istagida bu yerga broilerxona qilmoqchimiz. Juda ham xavfli zona lekin bu broilerlar uchun bir qator dezinfeksiya qildik, pollarini yuvdik, shotkaladik, juda ham hafsala qildik. Nasib bo'lsa hozir patolog qismi bo'ldi. Hozir patologiyaga gipsakarton tashlaymiz va yonboshlarini gipsakarton bilan o'raymiz. Polностью vitishkalariga joy qilamiz. Naryoqda kurkaxonamizni qilganimizda bu yerda ham sal mukammalroq qilamiz. Yana ham bordi-yu bu yerda broilerda eplab boqolmasak, yana kurkalarni bu yoqqa tashlaymiz. 200 tami, 100 tami siqqanishadi. Endi niyat hozir broilerga. Broilerlar har 40 kunda tayyor bo'ladi degan gap eshitdik. Xudo xolasa shuni barcha sabablarini qilyapmiz. Polni keyin keyingi videolarda obzorlarini qo'yaman xudo xolasa. Hozircha patologiyamiz gipsakartonga tayyor. Kelasizmi yana? Kichkina bo'zaydan olish maqsad. Mana shunaqada erkalashinimda ko'rsangizda. Va sal bo'lsa kelib qo'limga siychalyapti. Men ham endi zapat bo'lmasin, men ham qashib qo'yaman-ku. Endi nima ketdi? Ha, Gektor o'zi o'g'il bolani ot ekan. Senga men qiz bolaga o'g'il bola ot qo'yib qo'yibman. Xabagarchilik yo'q-a? Xabagarchilik yo'q. Qoravoylik uchun Gektor qo'ydim. Qandaydir vajohatli bo'lsin dedim-da. Asalim men, asalim. Ha? Ertaga bir oyoqlaringizni yuvib lakpaklar qo'yamiz, ukladkalar qilamiz bundan buyog'i sizga, ha? Jonim meni, jonim. Ay, mana shunaqa erkalatish uchun oldim-da, aka. Mana ketdi. Bir aylanib kelsincha silos yedi. Bir gap bo'lar endi. Kelasizmi yana? Ha, bo'pti, men shetda bo'laman sizcha. Xo'pmi, aloqadaman men atak.